Assalomu alaykum, xilo qulupli obunachilarim. Mana bugun yana Marina jarayonlaridamiz. Mana bugungi ishimiz Marinaning tepasiga setka tortyapmiz. Setka tortishdan maqsad nima? Marinalarimizni quyosh urmasligi uchun. Ko'rayotganimizda ko'plari quyosh sababli sal noo'rin g'alati ko'rinishda bo'lib qolgan. Ko'rayotganimizda mana baylarini quyosh urib qo'ygan. Shu maqsadida mana tepasiga setka tortilyapti. Tepasiga setka tortilib, uni quyoshdan himoyalash maqsadida setkalar tortyapmiz. Hozirgi jarayonimiz setka tortish. Mana malinalarimiz. Sizlarga va'da qilganimdek, xudo xolasa, har haftada bitta-ikkita videolar chiqarib turaman. Sizlarga malinalarimizdan azimimiz ham foydamizga tegsin deb. Mana malinalarimiz hammasi o'sib chiroyli bo'lyapti. Joyimiz Yevropa va Amerika standartlariga mos ravishda qilingan. Setkani qotirib chiqishlarga bunaqa zajmadan qilib qo'yib chiqamiz. Mana setkani ham 75 taligidan qorasidan olganmiz. Quyosh urmasligi uchun. 1 gektar yerimizga shu yo'nalishda ketyapti. Xudo xolasa, kelasi videolarimizda buni tayyor bo'lgan holatlarini yana sizlarga olib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana malina ko'chatlarimiz. Bu malina ko'chatlarimizdan menimcha juda ko'pchilikni bilsanglar kerak. Qulupnaylik keladigan malina ko'chatlarimiz bular. Hammasi mazasi ham juda shirin. Bilesklari, yartirashlari ham o'ta go'zal. Bu malinalarimizni biz o'tgan yili o'rtacha quyi suruvni olgan bo'lsa 100 ming so'mdan kilosini sotganmiz. Kilosini 100 ming so'mdan sotganmiz. Eng arzon sotganimiz adashmasam 65 mingdan o'shalardan sotganda. Keyin noyabrlarga borib 200 minglarga, 150 minglarga chiqib ketgan edi narxlari. Mana buniki o'tgan yil bu malinalarimizni yetib bera olmaganmiz xalqimizga. Sababi yerimiz kichkina, 40 sot edi. Mana bu safar xudo xolasa 1 gektar 40 sot yerimiz bor. Ko'tarashdiki. Endi xudo xolasa hammaga yetadigan darajada malinalarimizni chiqarganmiz, xalqimizga yetadigan darajada xudo xolasa. Xo'p, yana yetadigan narsam. Bu malina ko'chatlarimizda hozirgi paytda sotuvda umuman qolmadi. Hammasini sotib bo'ldik. Agar bu malina ko'chatimizga qiziqmoqchi bo'lganlar, xudo xolasa, hozirdan buyurtmalar qabul qilish boshlaymiz. Shu noyabrlarga xudo xolasa ko'chatlarni tayyor qilib beramiz. Ko'p miqdorda ko'chat olmoqchi bo'lganlar, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zimizda xudo xolasa sizlarga eng sifatli, denli va navli malina ko'chatlarimizni yetkazib beramiz. Ko'chatimizning narxi 35 ming so'mdan boshlanadi. Agar ko'p darajada olaman deganlarga xudo xolasa chiroyli narxda kelishib beramiz. Albatta hozirda men ko'chatni sotishim sizlarga g'alatiroq tuyulishi mumkin, chunki oranglarda yangi odamlar bor. Yangi odamlarni hech mumkin. Hali bu ko'rmagan narsangizni, hosilni bilmagan narsangizni bizga qayerdan pul to'laymiz deyishinglar mumkin. Bu ham to'g'ri. Lekin bizani общий anaqamizga kirsanglar, общий stranamizga kirsanglar, u yerda malinalarimizni qancha berishi, qanaqa hosil qo'yishi, nimalar qo'yishi, hosillar qandayligi hammasi haqida ma'lumotlar kiritilgan videolarigacha bor. Agar o'zingizlar bundan erinmasdan bitta videolarimizni, hamma videolarimizni ko'rib chiqsanglar, xudo xolasa, gap nima haqida ketayotganini tushunib olasizlar. Men xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha mashg'ulotlardan chiqayotgan malinalarimizni hammasini yetkazib boraman. Men hozirgi paytda sizlarga ko'p videolar bera olmayman. Nimaga deganda, hozir men sizlarga hech qanaqa natijani ko'rsatib bera olmayman. Chunki nima so'larkan. Hop. Birinchidan menda hozirgi paytda ko'chatlarim katta bo'lgan. Hali bu hammasi bolajonlar. Ikkinchidan hosil olmayapman. Bitta bunaqa. Hosil olsam, xudo xolasa men sizlarga chiroyli videolarni hammasini qo'yib boraman. Bu yerda men bilganlar menimcha ko'pchilik uchun 100 dan oshiq mijozlarimiz bor bizdan ko'chat olgan. Xo'p, o'shalar o'zligi bilishadi qanaqa ko'chatlik borligini.
Xudo xolasa men sizlarga hammasini yetkazib boraman videolarda. Yana bir bor eslatib qo'yaman. Malina ko'chatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa sentyabr oyidan xudo xolasa ko'chatlarga zakalata olishlarni boshlaymiz, buyurtma qabul qilishni boshlaymiz. Hozir bo'lsa biz sizlarga faqatgina ma'lumot berib o'ta olaman Malina ko'chatlari borasida. Xudo xolasa mana shu joylarimizni ko'rib eslab qolinglar. Bugun 23-aprel 2025-yil. Toshkent shahri Zangati tumanida joylashganmiz. Kimga qancha ko'chatlar kerak bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa sentyabrlarda ma'lumotni olib ko'rsatamiz. Shu bilan bugungi efirimiz tugadi. Kimga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Shu yoqqacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosishlarni, podpiska qo'yishlarni unutmanglar. Rahmat hammanglarga katta.